Bir kuni men rosa o'ylab qoldim. Nega sababsiz mahzunman? Nega nimadir hayotimda yetishmayotgandek? Nega ishlarim yurishmayotgandek? Mahzunligimning barcha sababi pul deb o'ylardim. Ammo Alloh rizq berib, hammasi asta-sekin bo'lishni boshladi. Ehtiyojlarimdan da ortiqrog'iga yetadigan pulim bor edi, lekin hech narsa o'zgarmadi. Keyin bilsam, hayotimga yetishmayotgan o'sha nimadir, men qidirgan o'sha mazmun joynamoz ustida ekan. Namoz o'qishni boshladim. Qarabsizki, barcha hislar ajoyib. Abadiyat hali oldinda ekanligini tushunib yetdim. Va mening oldimga xuddi mening holatim bilan nolib kelayotgan insonlarga bir maslahat berishni boshladim. Namoz o'qishni boshladim.